bola menga xo'p nechinchi marta kelishlaring hozir menga 3-marta adashmasam kelishlaring xo'p. Xo'p, men bolani yuzini ko'rsata olmayman. O'zi bola 3,5 yoshda, o'g'il bola. Xo'p, shikoyatlari nutqi yaxshi emasligi edi bo'ladi. Xo'p, endi bolaga homiladorligingiz qanaqa o'tgan? Aytib bering bir boshdan. Qon quyuq bo'lganda deysiz. Xo'p. Kislorod yetib bormayapti. Aha. Qon yaxshi aylanmayapti. Xo'p. Ikkinchi boks ekan. Xo'p. To'g'ri jarayon yaxshi o'tgan. Xo'p, endi keyin tug'ilgandan keyin Nofen preparatini berdingiz yoki o'sha Nofenni berdingiz. Necha oy berdingiz bolaga? 9 oy ichib qo'ydim. Ketmaga 9 oy berdingiz. To'xtovsiz. Tinmasdan. Nimaga? Bolada yig'lash bormidi, injiqlik bormidi? Yig'lab qotib qolar. 9 oy o'zi Nofenni iloji boricha bermasi kerak bolaga. Mabodo berish kerak bo'lsa ham 1 oy, maksimum 2 oy. Iloji boricha unaqa preparatdan yaqinlashtirish kerak emas bolaga. Endi hozir bola kelgan payt so'zlarni bilmasdi, hozir o'tsa 40 ta so'zlarni biladi. Buyrug'ingizni bajaradi, komandalarni bajaradi, o'tir, tur, yotib biladi. Oyi, suv, ber, u, bu hamma. Qissa gaplarni aytayotdim bolasiga. Takrorlaydi misol uchun. Oyi, suv ber, oyi, bunaqa hammasini tushuntiradi hozir bola. Xo'p, yaxshi. Umumiy olganda bolaning holati, progressimiz yaxshi hozir bo'ladi. Хорошо.